Salom do'stlar, sizlar bilan Language in Details kanali. 50 ta darsda ingliz tili, ya'ni har bir level uchun 50 ta dars bo'lgan kursimizni davom ettiramiz va biz do'stlar boshlaymiz. Birinchi so'zimiz dictionary'dagi bu achieve so'zi. Achieve so'zini ko'rib turganingizdek, bu biror bir narsaga erishish. Masalan, o'zingizning niyatingizga erishishingiz mumkin yoki maqsadga erishish mumkin. Keyingi so'zimiz bu succeed, muvaffaqiyatga erishish. Ya'ni ikkalasi bo'lishi mumkin. Bu biror bir narsaga erishish bo'lsa, bu ya'ni muvaffaqiyatga erishish. Ya'ni bu so'z, masalan, success degan so'z bor. Success degan so'z bu muvaffaqiyat so'zi. Ya'ni muvaffaqiyat. Successful desa bu muvaffaqiyatli bo'lgan degan ma'noda keladi. Keyingi so'zimiz bu respond, javob bermoq. Masalan, biror bir savolga javob berish yoki biror bir qo'ng'iroqqa javob berish mumkin. Va keyingi so'zimiz bu particular, alohida. Va particularly deb, masalan, particularly bo'lsa, ya'ni ayniqsa yoki alohida degan nimalarda kelishi mumkin. Ya'ni ma'nolarda kelishi mumkin. Keyingi so'zimiz bu truck. Truck so'zi bu yuk mashinasi. Ya'ni American truck desangiz, ko'pincha bizlarga Transformersdagi Optimus Prime filmidagi truck ko'zimizga nima keladi, ya'ni oldimizga keladi. Chunki bu truck so'zi American truck deb aytsak bo'ladi. Masalan, truck so'zini ko'pincha kimlar foydalanadi? Bu ayniqsa logistikada ishlaydiganlar. Va achieve so'zi biror bir narsaga erishish. Succeed so'zi muvaffaqiyatga erishish yoki success, muvaffaqiyat, successful, muvaffaqiyatli. Bu so'zni ko'pincha siz emailingizni biror bir saytga ulayotgan bo'lsangiz successful deb chiqishi mumkin. Response so'zi bu javob bermoq. Particular, alohida, particularly. Ya'ni bir so'zimiz, ya'ni hozir aytaman, unutib qoldim. Particularly so'zi bu aytganimdek ayniqsa degan so'z, ayniqsa. Keyingi so'zimiz truck, bu yuk mashinasi. Va biz do'stlar gap tuzishni davom ettiramiz. Bugun biz present simple da inkor formani qanday qilib tuzishni o'rganamiz. Masalan, I don't va I, we, you, they plus don't plus fe'l bu bizning formulamiz bo'lib hisoblanadi. Ya'ni menga bu taom yoqmaydi deb aytadigan bo'lsak, endi I, we, you, they bo'lganda biz don't qo'shamiz va don't qo'shib like this food qilamiz. Masalan, bu nimadagi? Masalan, menga bu taom yoqmaydi. I don't like this food. I don't like this food. Men hozir u yerga borishni xohlamayman. Ya'ni I don't want to go there. Masalan, men u yerga borishni xohlayman deganimizda I want to go there now deb aytishimiz mumkin edi, to'g'rimi? Endi I don't want to go there now. Masalan, tungi payt bo'lsa shunday nimalarda qo'llashingiz mumkin. Bir qorong'ulikdan qo'rqadigan insonlar bo'lsa aytishi mumkin I don't want to go there. Biz hech qanday o'zgarishlarni ko'rmayapmiz. Ya'ni ko'rmoq fe'li bu see. We don't see any changes. Ya'ni biz umuman hech qanday nima ko'rmayapmiz. Bu yerda ko'rganingizdek any nimasini ko'rdik so'zini. Bu hech qanday deganda we don't see changes. Biz o'zgarishlarni ko'rmaymiz deb aytar edik, to'g'rimi? Men o'zgarishlarni ko'rmayapman. And we don't see any changes do'stlar. Mana dj kechasiz. Ya'ni biz hech qanday o'zgarishlarni ko'rmayapmiz. We don't see any changes. Masalan, aytishimiz mumkin bir so'zimiz
you should achieve success deb aytishimiz mumkin. Ya'ni sen muvaffaqiyatga erishishing kerak yoki you should degan nimani hozircha qo'llamaymiz konstruksiyani. Masalan, I can kechasiz achieve success, men muvaffaqiyatga erishishim mumkin degan aytamiz va shu paytda we don't see any changes deb sizga biror bir kishi o'zining nimasini bildirishi mumkin, negativ fikrini. We don't see any changes, so I can achieve success deb aytishingiz mumkin. Or aytishingiz mumkin high motivation helps me. Masalan, yuqori motivatsiya menga yordam beradi. High, masalan, motivation, ya'ni helps me. Keling, bu yerga hozir men qisqartaman. Buni ham qisqartaman va qisqartdim va I can achieve success. High motivation helps me. So bu yerga masalan biz yozishimiz mumkin. Menga high motivation helps me to achieve success. Masalan, to achieve success. Ya'ni yuqori motivatsiya menga muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi. Ya'ni helps me to achieve success. Yoki bu yerga achieve success degan o'rniga do'stlar hozirgina o'rgangan so'zlarimiz bor edi, to'g'rimi? Shuning o'rniga do'stlar biz succeed deb yozsak ham bo'ladi. Buni hozircha shunday qilib tuzib turing do'stlar. Ya'ni gaplarni biz hali o'rganganimizda hammasini tushunib olamiz. High motivation helps me to achieve success yoki high motivation helps me to succeed, muvaffaqiyatga erishish degan ma'noda keladi. Keling, bunda biz takrorlaymiz. I will you they plus don't plus feel. Menga bu taom yoqmaydi. I don't like this food. Men hozir u yerga borishni xohlamayman. I don't want to go there now. I can achieve success. Bu yerga masalan we don't see any changes. Biz hech qanday o'zgarishlarni ko'rmayapmiz. Ya'ni we don't see any results degan ma'noda bu yerda any results deb yozsangiz ham bo'ladi. Masalan, we don't see any changes yoki we don't see any results. Keyin I can achieve success. High motivation helps me to achieve success or birga bunday qilib succeed. Bu so'zning ikkala so'zning nimasi bir ma'noda kelsa, bu succeed degan so'z. Ular buni aytishni xohlamaydilar. Ya'ni masalan, they don't want to say it. Ya'ni ular buni aytishni xohlamaydilar. Ko'rganingizdek inkor forma do'stlar, don't so'zi masalan do not bo'lib hisob keladi. Bu faqat qisqartirilgan forma. Do not, don't. Ya'ni aytgandim-ku, to'g'rimi do'stlar? Oldin can bo'lsa cannot buning uzun formasi va qisqartirilgan formasi esa can't. Ya'ni qila olmayman degan ma'noda aytadi. Masalan, they don't want to say it. Ya'ni ular buni aytishni xohlamaydi. Biz hozirgina yo'llagan so'zimiz bilan bog'lab ko'ramiz. They don't want to say it. Masalan, ayniqsa degan so'zni qo'llab ko'rishamiz. Particularly this type of discussions. Ya'ni bunaqa keling, hozir men yozaman va keyin biz uni birgalikda tarjima qilamiz. Particularly degan so'z bu boshning so'z, ya'ni gapning boshida keladi va o'tirib qo'yamiz. This type of discussion. Ya'ni this type of discussion. Discuss so'zi do'stlar biror bir narsa haqida gaplashish va
munozara qilish, ya'ni bir kompaniya bo'ladi. Masalan, kompaniyadan 5-6 odamdan iborat kompaniya bo'lsa, siz biror bir narsani muhokama qilasiz va bu munozara deb aytiladi. Discussion. Bu discuss qilasiz biror bir narsa haqida. To'g'rimi? Bu yerda masalan kelyapti, they don't want to say it. Ya'ni ular buni aytishni xohlashmaydi. Particularly this type of discussion deb aytsangiz bo'ladi. To'g'rimi? Bir-biriga, ya'ni zo'r ketadi. Particularly this type of discussion, ya'ni ayniqsa bunday tipdagi, bunday desak nimada, toifadagi, type degan so'z bu, ya'ni hozir aytganimdek, toifadagidek, ya'ni discussionsni aytishni xohlashmaydi. Discussion. This type of discussion. Discussion. Men buni xohlamasligingizni ko'raman. Ya'ni bu yerda bir nima bor, ya'ni I see you don't want it. Ya'ni aytayaptiki, men ko'ryapmanki sen buni xohlamaysan degan ma'noda. Men buni, ya'ni bu nimada aytilsa, kontekstda kelsa, men buni xohlamasligingizni ko'raman yoki men buni xohlamasligingizni ko'ryapman degan ma'noda keladi. I see, ya'ni bo'lib tarjima qilsak, masalan, men ko'ryapmanki sen buni ya'ni xohlamaysan. I see you don't want it. Keyingi nimamiz, konstruksiyamiz do'stlar, he, she, it va plus doesn't plus fe'l. Ya'ni aytganimdek does, ya'ni not. Bu qisqartirilgan formasi, doesn't deb kelib turgani. Qisqartirilgan formasi. Ya'ni does not, doesn't keladi. U bu haqda gapirishni istamaydi. Ya'ni he doesn't want to talk about it. Ya'ni u bu haqda gapirishni xohlamaydi. He doesn't want to talk about it. Masalan, particularly this type of discussion. IELTSga tayyorlanayotganlar bo'lsa, discussion essay yozishi kerak bo'ladi do'stlar. Shuning uchun bu so'zni hozircha siz yod olib qo'ying. Agar endi boshlayotgan bo'lsangiz ham sizga baribir foydali bo'ladi. Ular bu aytishni xohlashmaydilar. They don't want to say it, particularly this type of discussion. Men buni xohlamasligingizni ko'raman. I see you don't want it. Does not, doesn't. He, she, it plus doesn't plus fe'l. U bu haqda gapirishni istamaydi. He doesn't want to talk about it. Unchalik ishlamaydi degan iborani ko'ramiz. She doesn't work so much. So much deganda juda, masalan, juda o'zining nimasini, jonini berib ishlamaydi degan ma'noda keladi. She doesn't work so much. Bu menga yordam bermaydi. Ya'ni it doesn't help me. Bu menga yordam bermaydi. It doesn't help me. Aytganimdek do'stlar, it bilan ham doesn't qo'llaniladi, faqat he, she, it bilan. It doesn't help me. Bu ishlamaydi. Ya'ni it doesn't work. Bu ishlamaydi. It doesn't work. Masalan, motivation doesn't help me. Ya'ni motivatsiya menga yordam bermaydi degan ma'noda keladi. Ya'ni motivatsiya menga yordam bermaydi. Only discipline deb aytsak bo'ladi. Masalan, siz ingliz tilini o'rganayotgan bo'lsangiz, motivatsiya sizga yordam bermasligi mumkin. Only, ya'ni only discipline. Ya'ni to'g'ri yozdim degan umiddaman do'stlar. Only discipline. Sizga motivatsiya sizga doesn't help me yoki bergan me demaymiz. Motivation doesn't help you. Only discipline, bro. Only discipline can help you. Faqat sizga disiplina yordam berishi mumkin. Disiplina so'zi bu muntazam degan ma'noda keladi. U unchalik ishlamaydi. She doesn't work so much. Bu menga yordam bermaydi. It doesn't help me. Motivation doesn't help you. Only discipline. Faqat, ya'ni aytganimdek disiplina
Bu ishlamaydi. It doesn't work. Bu ishlamaydi. Boramiz. Men ko'ryapmanki, ya'ni ko'ryapmanki, I see that deb biz tarjima qilamiz. Men ko'ryapmanki, bu ishlamaydi. Ya'ni I see that it doesn't work. I see that it doesn't work. Men bu ya'ni men bu menga yordam bermasligini ko'raman. Ya'ni I see that men ko'ramanki it doesn't help me. Bu menga yordam bermaydi degan ma'noda kelgan bu yerda do'stlar. Tarjima xato bo'lishi mumkin. Masalan, sizga tushunmasligi mumkin. Ya'ni siz tushunmasligingiz mumkin. Men bu menga yordam bermasligini ko'raman degan ma'noda bu yerda intonatsiya bo'lishi kerak. Pauza bo'lishi kerak. Men mayli xato bo'lishi ham mumkin do'stlar, faqat men bu menga yordam bermasligini ko'raman. Faqat bu yerda pauza ishlash kerak do'stlar. Ya'ni tarjima to'g'ri bo'lishi uchun. He doesn't speak English. Ya'ni u ingliz tilida gapirmaydi. He doesn't speak English. Men ko'ryapmanki, I see that. Men ko'ryapmanki, bu ishlamaydi. I see that it doesn't work. I see that. Men ko'ramanki, bu menga yordam bermaydi. He doesn't speak English. U ingliz tilida gapirmaydi. U buni tushunmaydi. Ya'ni aytamizki, she doesn't understand buni it. Ya'ni u buni tushunmaydi. She understand it. Masalan, u nimani tushunmasligi mumkin. Masalan, u trucks, ya'ni aytganimdek yuk mashinalarining toifasini tushunmasligi mumkin. Buni tushunmaydi deb yozmaymiz. She doesn't know the types of deb aytmaymiz. Hozircha ya'ni artikellarga juda qattiq chuqur kirmaymiz. She doesn't know types, ya'ni tiplarni. She doesn't know types of trucks, ya'ni yuk mashinalarining tipini tushunmaydi. Hozir bu yerda biz xato yozganmiz do'stlar. Biroq biz faqat bu yerda maqsad bizning so'z boyligimizni ko'paytirish va ingliz tilini o'rganish. Men hozircha xato yozib qo'yibman bu yerda. She doesn't know the types of deb aytishimiz mumkin. The types of trucks. Mayli, yozib qo'yaman. The types of trucks artikel yozib qo'ydim. Siz hozircha artikellarning hammasini tushunmaysiz. Shuning uchun men yozmagan edim. Mayli. Types of trucks, ya'ni she doesn't know the types of trucks, ya'ni yuk mashinalarining toifasi. Masalan, he doesn't drive truck. Masalan, he doesn't drive truck. Bu yerda nima qolib ketdi do'stlar? O'tgan darslarimizda aytganimizdek, he drives a car deb aytar edik, to'g'rimi? He drives a truck. He drives a truck. U yuk mashinasini haydaydi. Men tez-tez sayohat qilmayman. Ya'ni I don't travel so often. So often bu tez-tezdan degani. I don't travel so often. U buni tushunmaydi. She doesn't understand it. She doesn't know the types of trucks. Menda ko'p bo'sh vaqt yo'q. I don't have much free time. He drives a truck. Men tez-tez sayohat qilmayman. I don't travel so often. Aytadigan bo'lsak do'stlar, endi men javobni bilmayman. Masalan, siz kichkina paytingizda, o'quvchi bo'lgan paytingizda, masalan, maktabga qatnagan paytingizda aytishingiz mumkin, sizdan birov so'rashi mumkin, masalan, javobni bilasanmi deb so'rashi mumkin. Men javobni bilmayman deganda, u sizdan aniq bir savolning javobini so'raydi, to'g'rimi? Shu paytda no dan keyin the answer deb qo'yishimiz kerak. Chunki bu aniq savolning javobini so'rayapti sizdan. I don't know the answer. I don't know the answer. U javobni bilmaydi. He doesn't know the answer. Ya'ni u javobni bilmaydi. U javobni bilmaydi. She doesn't know the answer. Ya'ni u javobni bilmaydi. The
artiklelari, ya'ni aytganimdek, ular aniq artikllar deb hisoblanadi. Shuning uchun uning ko'p nimasi bor, nyuanslari bor. Shuning uchun biz faqat bo'lib hozir nyuanslarini tushunib olishimiz kerak. I don't know the answer. Bu pulni talab qilmaydi. Ya'ni aytadigan bo'lsak, it doesn't cost this money degan ma'noda. Ya'ni cost so'zi bir narsaning narxini aytsak, shuni aytadi. This cost deb aytishimiz mumkin. It doesn't cost this money. U bu pulga turmaydi degan ma'noda kelgan bu yerda. Ya'ni bu pulni talab qilmaydi yoki bu pulga nima emas, loyiq emas degan ma'noda kelgan kontekstimiz. Hozirgina truck so'zini yodladik, to'g'rimi? This truck, masalan, bu truck, bu yuk mashinasi doesn't cost this money. Va do'stlar, nimaga bu yerda biz this ni qo'lladik? Nimaga these deb qo'ymadik? Masalan, these ko'plikka qo'llaydigan nimanimiz. Money so'zi do'stlar, aytganimdek uncountable bo'lib hisoblanadi va shuning uchun biz bu yerda this qo'lladik. This money deb aytishimiz kerak. Ya'ni these money deb ayta olmaymiz, chunki bu uncountable so'zlar toifasiga kiradi. Uning mashinasi yo'q. He doesn't have a car. Or he doesn't have a truck. Ya'ni uning yuk mashinasi yo'q. U buni qilishni xohlamaydi. Ya'ni she doesn't want to do it. She doesn't want to do it. Bu pulni talab qilmaydi. Bu it doesn't cost this money. This truck doesn't cost this money. Uning mashinasi yo'q. He doesn't have a car or truck. U buni qilishni xohlamaydi. She doesn't want to do it. Endi do'stlar, yoqadi, yoqmaydi degan konstruksiyani ko'ramiz. U bu fikrni yoqtirmaydi. Ya'ni he doesn't like this idea. He doesn't like this idea. Idea so'zi bu fikr, bu konstruksiyani tushunib oldik уже. U bu restoranni yoqtirmaydi. Ya'ni she doesn't like this restaurant. Ya'ni unga bu restoran yoqmaydi. U bu qo'shiqni yoqtirmaydi. He doesn't like this song. Endi bu yerga keling biz qo'shimcha qilamiz. Success so'zining ma'nolari aytdik. Bu muvaffaqiyatga erishish. Va keling achieve so'ziga bir nima gap tuzib ketamiz tag'in. Ya'ni he achieves this goal. Ya'ni achieves this goal. Ya'ni u bu goal so'zini ko'pincha biz futbolda eshitganmiz, to'g'rimi? Goal so'zining ma'nosi aslida do'stlar, ko'p futbolda eshitgan bo'lsak, goal so'zining nimasi, ma'nosi bu bizning nimamiz bo'lib hisoblanadi. My goal yoki my aim, goal so'zining ma'nosi hozir bu ya'ni bizning biror bir narsaga erishish ishtiyoqimiz bo'lib hisoblanadi. Niyat degan ma'noda. Ya'ni mening niyatim, my goal yoki mechta, dream, my dream. Masalan, va keyingi so'zimiz bu aim. Aim so'zi bu aim degan so'zimiz ham bor. Aim so'zining ma'nosi ham xuddi shu. Bu aim so'zining ikkinchi ma'nosi ham bor. Bu masalan biz avtomat оружиялар bo'lishi mumkin. Shuning snayperini qarasak, shu yerda pritsel degan narsa bo'ladi. Ko'pincha ko'p odamlar CS:GO nima qilishi mumkin, o'ynashi mumkin. Shu yerda aim degan so'z ham bo'ladi. Biroq aim so'zining ma'nosi bu maqsad degan ma'noda keladi. Goal so'zining nimasi ham maqsad. Mening maqsadim, my goal is or my aim is degan ma'nolar ikkalasi bu sinonim bo'lib hisoblanadi. He achieves this goal. U bu maqsadga erishadi yoki u bu aim, ikkalasining nimasi bir tarjimasi va shuni qo'shishingiz mumkin. He achieves this goal. U bu do'konni yoqtirmaydi. She doesn't like this shop. He doesn't like this shop.
Men bu haqda o'ylamayman. Ya'ni I don't think about it. I don't think about it. Va keyingi konstruksiyamiz bu think so degan do'stlar. I don't think so. Men bunday o'ylamayman. I don't think so. I don't think so. Men bunday o'ylamayman. U bu do'konni yoqtirmaydi. She doesn't like this shop. Men bu haqda o'ylamayman. I don't think about it. Men bunga qo'shilmayman degan so'zni hozir ko'ramiz. Ya'ni I don't agree with it. Ya'ni bu yerda do'stlar qo'shilmoq, bu yerda qo'shilmoq, ma'qullamoq degan ma'noda keladi. Agree har doim do'stlar with bilan keladi. Ya'ni I agree with it. I agree with it. Mana men buni, ya'ni men bunga qo'shilaman yoki men seni, ya'ni bir narsani ma'qullayman deb ma'noda keladi. Masalan, siz bilan ikkalangiz do'stingiz bilan gaplashib ketyapsiz va sizning do'stingiz biror bir narsa haqida gapirdi va siz unga qo'shilasiz yoki uning gapini ma'qullaysiz. I agree with it deb aytadi. Qo'shilmayman degan bu yerda inkor formada kelgan. I don't agree with it. Va do'stlar, masalan, keyingi bir so'z o'rganamiz. Mana agreement degan so'z bor. Ya'ni kelishuv degani. Ko'pincha kelishuvlar qayerda bo'ladi do'stlar? Ikki mamlakatning o'rtasida bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Aytamizki, mayli, hozir bularni ko'rib olaylik va men sizga bir misol keltiraman. He doesn't think about it. U bu haqida o'ylamaydi. Ya'ni he doesn't think about it. U bu haqida o'ylamaydi. Keling, u ingliz tilini bilmaydi. Ya'ni u ingliz tilida gapirmaydi degan ma'noda she doesn't speak English. Bilmaydi deb aytadigan bo'lganimizda bu yerda no qo'yishimiz kerak. Va nodan keyin do'stlar aytib ketganimdek we qo'yib yurmang, bu yerda the qo'yib yurmang. She doesn't know the English qilib. Bu faqat ayrim paytlarda qo'llaniladi the. She doesn't know English. She doesn't know English. Va bu yerda hozir men sizlarga bir nima keltiraman degan edim, to'g'rimi? Va keling, aytamizki prezident, masalan, the president, ya'ni prezident so'zi bu. The president signs, masalan, keling, the sign so'zi bu, ya'ni imzo qo'yish biror bir narsaga. Signs. The president signs this agreement. Ya'ni prezident bu kelishuvga qo'l qo'yadi. Ya'ni qo'l qo'yish bilasiz, bizning imzoyimiz qo'llaniladi. Ya'ni imzolaydi. Signs this agreement. The president signs this agreement. Signature degan so'z bor do'stlar, bu bizning imzoyimiz. Ya'ni sizning qo'lingizga pasport yoki ID karta berilgan bo'lsa, u yerda signature deb yozilib turadi va uning ostida sizning qo'lingiz turadi yoki ostida yoki ustida sizning imzoyingiz turadi. Va bu shu so'zdan olingan. Sign so'zi bu nima? Signa deb o'qimang. Signs this agreement. Ya'ni bu kelishuvni imzolaydi. Biror bir neft haqida, gaz haqida bo'lishi mumkin. Agreement, har turli agreementlar bo'ladi, kelishuvlar bo'ladi. Men bunga qo'shilmayman. I don't agree with it. Ya'ni agree so'zi agreementga aylandi, kelishuv degan so'zga aylandi. Va the president signs this agreement va signature so'zi bu bizning, ya'ni qo'limiz, imzoyimiz. Bu haqda o'ylamaydi. He doesn't think about it. U ingliz tilini bilmaydi yoki gapirmaydi. She doesn't now speak English. Men undan bu haqda so'ramayman. Ya'ni so'ramaslik bu ask, gap so'ramoq bu ask. Biror bir nimalarda siz eshitgan bo'lishingiz mumkin. Can I ask a question? Men, ya'ni sizdan bir savol so'rasam maylimi degan ma'noda keladi. Masalan, bu so'zga biz respond degan so'zni boya biz aytib o'tdik. Masalan, javob berish. I don't ask him about it.
Nimaga? Masalan, bu nimaga? Because. Masalan, keling buni pastga yozaman. Because so'zini aytdim. Chunki bu because so'zi chunki degan ma'noda keladi. Masalan, chunki u doesn't respond. Chunki u javob bermaydi yoki he doesn't respond it. U bunga javob bermaydi degan ma'noda. He doesn't respond. Respond bo'lsa kechirasiz. Respond it. Men undan bu haqda so'ramayman. Ya'ni I don't ask him about it because he doesn't respond it. U o'zini baxtli his qilmaydi. He doesn't feel happy. O'zini baxtli qilish, ya'ni his qilish, ya'ni feel, ya'ni o'zini baxtli his qilish, bu feel feeli, ya'ni he doesn't feel happy. Masalan, u baxtsiz degan aytsak, bir nimadan qilib yozishimiz mumkin. He is unhappy. U baxtsiz. Unhappy. Baxtsiz so'zi bu unhappy. Va bunday qilib yozishimiz ham mumkin. He is happy. He isn't happy. U baxtli emas degan ma'noda keladi bu. Keling, bunday qilib yozamiz. He is not happy. U baxtsiz. He isn't degan ham bor, do'stlar, bilasiz. Ya'ni he isn't bunday bo'lib keladi. He is not ning o'rniga he isn't deb yozsangiz ham bo'ladi. Mening ukam yoki opa singillarim yo'q. Ya'ni I don't have any. Oldin aytgandik, ya'ni hech qanday degan ma'noda keladi. Mening hech qanday ukam yoki opam yo'q degani. I don't have any brothers. Gaydara tilda tushuntirsam sizga shunday ma'noda keladi. Mening hech qanday akam yoki ukam, opa singillarim yo'q degan ma'noda kelib turibdi bu yerda. Any da do'stlar biz qanday paytda qo'llaymiz? Any inkor formada kelganda, ya'ni don't inkor formada keladi, to'g'rimi? Bunday qilib yozib qo'yaman. Don't, ya'ni inkor forma bu negative or negative deb aytsak bo'ladi. Va savolda keladi. Ya'ni can you have any questions deyishi mumkin. Ya'ni can you have, ya'ni kechasiz, can you have debman. Have you any questions? Sizda qandaydir savol bormi? Any so'zining ma'nosi masalan any qandaydir yoki hech qanday degan ma'noda keladi. Va plus formada do'stlar any ning antonimi bu some. Точнее, some antonimimiz bu sinonim bo'ladi. Ikkalasi bu biz oldinlari bunday qilib misol keltirgandik. Would you like some coffee? Biroq do'stlar grammatический nimadan keladigan bo'lsak, ya'ni would you like some coffee deb aytamiz, to'g'rimi? Some coffee please deb aytamiz. Biroq biz any coffee qilishimiz kerak. Yoki any tea. Would you like any tea? Savol paytda kelganida do'stlar any qo'llaniladi. Biroq some biz nima formada keladi? Ya'ni I would like some coffee. I would like some tea deb aytishimiz kerak. Shu paytda some keladi. Masalan, I have some questions. Biz some'ni qo'llagan paytda biz aniq savollarimizning sonini aytmaymiz. Yoki have you any questions deganda sizning biror bir aniq savol sonini bormi degan ma'noda kelmaydi. Qandaydir savollaringiz bormi degan ma'noda keladi. Masalan, bu yerga yozib qo'yaman. Do'stlar, have deng biz savol formasiga kelmadik hali. Have you any questions degan savol kelsa. Biz hozir so'zning strukturalarini o'rganishimiz kerak hozircha va biz hali kelamiz bu temalarga ham. Men undan bu haqda so'ramayman. I don't ask him
about it because do'stlar cause deb aytsangiz ham bo'ladi. Ingliz filmlarini ko'rsangiz cause deb ham keladi. Because he doesn't respond to it deb aytadi. U o'zini baxtli his qilmaydi. He doesn't feel happy. He's not happy or unhappy. Mening ukam yoki opa singillarim yo'q. I don't have any brothers or sisters. Have you any questions? Sam, would you like berga keling any deb yozib qo'yaman. Have you any questions? Sam, would you like any tea? Uning puli yo'q. Ya'ni he doesn't have money. He doesn't have money. Uning puli bor deydigan bo'lsak, he has money deydigan edik, to'g'rimi? Va uni has ni olib qo'ydi, bu does va does unga does qilib qo'ydi. Has uni has dan olib does qildi va he doesn't have money bo'lgan inkor forma kelib chiqdi do'stlar. Men bunchalik pul talab qilmasligini bilaman. Ya'ni I know, men bilamanki, ya'ni I see that, I know that, I think that, men o'ylaymanki degan ma'nolarda kelishadi. That degan konstruksiyani qo'llab qo'yishingiz mumkin. It doesn't cost this money. Ya'ni men bunga qaramasligingizni maslahat beraman. I know that it doesn't cost this money. Bu pul, ya'ni bu sanaga, bu nimaga to'g'ri kelmaydi. Keling, bu yerga money so'zining o'rniga price deb yozib qo'yamiz do'stlar. Price so'zi bu, kechirasiz. Price so'zi bu narx degani, narx-navo. I know that it doesn't cost this price. Ya'ni bu pulga this money demaymiz endi, this price. Ya'ni bu sanaga yoki aytganimdek hozir nima aytdim, shu so'zni unutib qoldim. Mayli. I know that it doesn't cost this price. Ya'ni narxga to'g'ri kelmaydi. Men to'xtashni xohlamayman, men davom etmoqchiman degan ma'noda. Agar siz ingliz tilini to'xtamasdan o'rganishni xohlasangiz, davom etishni xohlasangiz, shu kommentni yozib ketishingiz mumkin. I don't want to stop. I want to continue. Ya'ni keling, men ingliz tilida ravon gapirishni xohlayman. Ya'ni I want to speak English fluently. Ya'ni men ingliz tilida ravon gapirishni xohlayman. Ya'ni I want to speak English fluently. Masalan, bizning O'zbekistonimizda Ravon degan mashina ishlab chiqaradigan zavod bormi, yo'qmi bilmayman. Ravon degan markadagi ko'p mashinani ko'ramiz, to'g'rimi? Fluent desa bu Ravon degani. Ya'ni I want to speak English fluently. Uning puli yo'q. He doesn't have money. Men bunchalik pul talab qilmasligimni bilaman. I know that it doesn't cost this price or money. Men to'xtatishni xohlamayman. Men davom ettirmoqchiman. I don't want to stop, I want to continue. Ya'ni I want to speak English fluently. Do'stlar, shuning bilan o'z darsligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugun ham darsimiz ancha effektivniy, ya'ni va productive bo'ldi deb o'ylayman. Agar videomiz yoqsa like bosing, kommentariyangizni yozib ketishni unutmang va bizni ko'rishda davom eting. Xayr.